Seeds for the Future o'zi nima? Seeds for the Future bu Huawei kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan yosh iqtidorli talabalar uchun texnologiya, informatika va AKT sohasi bo'yicha programma. Dastur maqsadi nima? Dastur maqsadi bu dunyo bo'ylab yosh iqtidorlarni yig'ib, ularga texnologiyalarni ko'rsatish va yangi imkoniyatlarni ular uchun yaratish. Dasturga saralash qanday o'tdi? Arizalar yozdan boshlanadi, taxminan iyul oyidan va avgustga qadar arizalar qabul qilinadi. Arizalar qabul qilingandan so'ng talabalar tanlab olinadi va intervyuga chaqiriladi. Dastur davomida nimalar qilindi? Huawei kompaniyasi tomonidan bizga Xitoyga borish rejalantirildi va Xitoyda joy ajratib berishdi. Va biz u yerda juda ko'p davlatlardan boshqa yosh iqtidorlarni ham ko'rdik, tanishdik. Undan keyin Huawei tomonidan ekspertlar chaqirtirildi. Ular tomonidan leksiyalar o'tib berishdi. Sun'iy intellekt, 5G va bulutli tizimlar haqida leksiyalar o'tishdi. Leksiyalardan keyin Huawei o'zini ofislarini ko'rsatishdi. Ikkita ofisiga bordik. Bittasi Shenzhen shahrida edi, ikkinchisi Dongguan shahrida. Menga Shenzhen shahridagi ofisi juda yoqdi. U yerda juda katta shaharga o'xshagan ofis bor ekan. Biz boshqa kompaniyalarga ham bordik. Misol uchun Tencentga borib, ular haqida ma'lumot oldik. Shaharni ham bizga ko'rsatishdi. Shahar muzeyiga bordik va shahar tarixini ham bilib oldik. Kelajakda nima foydasi bor? Dasturda qatnashdik deylik. Bu dasturdan keyin Huawei sizni umuman unutmaydi. Sizdan kontaktingizni oladi va siz bilan muloqot qiladi. 1 yil davomida, 2 yil davomida, 5 yil davomida muloqot qiladi va sizga rivojlanishingizga yanada yordam beradi. Bundan tashqari faqat Huawei emas, ammo bundan boshqa yirik kompaniyalar, misol uchun Google, Microsoft, Amazon kabi kompaniyalarga ham ishga joylashish uchun bu juda katta yordam ko'rsatadi. O'zimga kelganda menga tanish-bilish orttirish juda ham yoqdi. Bu yerda juda ko'p menga o'xshagan yosh iqtidorli talabalar ham bor ekan. Misol uchun Birlashgan Arab Emiratlari va Meksikadan juda ko'p bolalar bilan tanishdim.